Assalamu alaykum muhtaram xanım qızlar. Uyghur xanım qızları özünün çiver qo'llari, jonlari, tərləri, şani, mali, barlığı, bədiligi, el-vatan, milli mavjudluq üçün ən zor bədəllərini төлep gelmekte. Ular asli ayolg'uchi, asralg'uchi ayol idi. Millatning gavdasini qurg'uchilar idi. Shundaq Uyghur xanım qızları tarixdagi Umay ana, Ayxan ana, Şahlar saltanatiga Hüsün ve ma'na qo'shgan Amanisa xan jasoratlik nozugum ruhlarini vujudiga mujassamlagan farosat ve güzellik kani idi. Ular millatning bir butun gavdasini, ul asosini qurg'uchilar, ajdodni avlodga ulashtirg'uchilar, el-vatanning iffati, shuhrati, shavkati, joni ve sapqoni idi. Ular yig'ilganni yo'ligichi, balajon sabiylarni beshiklarga bo'ligichi, safarlarda talg'anlar yo'lindigan yimirilmas oltin to'rik, o'tadiganlar qimmatlik, e'tiborlik xon ko'vrigi, jon ko'vrigi, oltin ko'riklar edi. Ular uylarda jonlarga jonon, ilhomlarga qaynam, janggohlarda albaxti uchun ko'kirgini o'qqa tutgan Rizvangul, raqiblarni titratgan Tomaris, ar nomusini qo'g'dug'uchi Botir Nozugum, zalim shohlarga bosh egmas iparxonlar edi. Ular Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hajib, Ahmad Yuknaki, Farabi, Navoiy, Said Xan, O'g'iz Xan, Bug'ra Xan, Atilla Xan kabi arslan shohlarni, yetuk olimlarni, sultonlarni dunyoga ko'z ochqizgan ona bo'lgan aziz jonlar edi. Shirin jonlar edi, dilbar jonlar edi. Ular tarixda o'tgan Farhodga tog'larni chaptirgan, su yo'llarini ochtirgan shirinlardir. Majnunni dashtu cho'llarda savdo qilib, majnunlarcha kezdirgan Layladir. Tahirni sanduq ichra oqtirgan Zuhra jonlardir. Saidni so'ygidan savdoyi etgan Rabiyadir. G'arbni Bag'dod yo'llarida oshiqlarcha naqshi tovlatqizgan sanam jonlardir. Ular zulm istamlarga tez pukmas, zolimlar asartik bosh egmas po'lat jonlardir, oltin jonlardir, fidokorlardir. Ular tehi yaqinlar Xitoy tajovuzchilarining chish tirnog'icha qurollangan bandit askarlari oldiga shirdak ho'kirab mardlarcha etilgan ko'k maykiliq ay cho'lpan, yeshil chapan, gul parilardir. Kim deydi ularni ojiz deb? Ular shundoq jasoratlik, botur, ulug' achi singillardir, hamshirlardir, onalardir. Zamanimizdagi malini, qon tarini, avlodi taqdirini, barlig'ini el-vatan uchun badal qilib to'lagan Rabiya anadir, minglab analardir. O'z farzandlariga, qarindoshlariga ajoyib mehribon, mehr gullardir. Davo sepidagi davransiz duldul, qalbi nurdimi yo'ruq, qalbi nurlardir. Vatan davosida vujudi o't bo'lib yongan vijdonliq yurgi zumratdimi suzuk Zumrat Davudlardir. El derdini dunyoga anglitishda davlatlara ara uçup, tinamsiz bulbuldek sayırgan sayra güllerdir. Zulüm zindallarda, zalim Xitoyning tajovuzchilarining muqaddas vatanimizda yurgizivatgan irqiy qirg'inchilikni, zulüm zindallardagi haqsizliklarni, xalqimiz tatibotgan xo'rliqlarni dunyoga yeyishda jasoratlik Qaysar Bahodir Tursunaylardir. Muhaciratda muzlagan dillarga ümittin nur ve bahardek illiqlik taratgan ismi, chehri, yuragi güzel bahar güllardir, gül baharlardir. Neçe ming kishilik namoyish tashkillab, Parijni ko'k bayroq husni bilan purkab, zinnatlab, Fransiyani zilzilaga solgan Dilnur Rayhonlardir. Fransiyada 20-yanvardagi parlamentning irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining elinishiga to'pi qo'shgan Dilnur Rayhon boshlig'idagi tadqiqotchilar, jasoratli fidokorlar lager shahidlaridir. Ular o'z mavjudligi, chivar hunar san'ati, har xil sarxil mahoratlari bilan vatan bag'rini bayashatlantirgan rangdor chimanlar, g'unchi gullar, sumbul lalalardir. Shundaq
Uyghur hanım kızları, akıl parasatta, çidam cesaretте, ilham talantda, icadiyette, güzellik latafette, batırlıkta, şicaatте dünyadaki başka el millet hanım kızlardan hiç kılışmazdır. Ular insaniyet dünyasıga talantıdan nur çaçkıcılardır. Hiç bulmasa tamcı su sunuculardır. Taklimikan çöl dallarda, Han Tangri çokullarda, sayram boylarda, tarım vadıllarda, mukaddes büyük vatanның mübarek tupraklarda, kök asmanlarda, örlük teşnasında intizar kezip yürgen pakiz pak, süzük ruhlardır. Dünyanın her yerlerde pidakarlarca cesaret gösteriyotgan güzel hanımlar milletning şöhreti, cani barlığıdır. Ularga en ali salam, hürmet, mukafatlar bolsun. Elning pidakarları, gül parileri, çidamchan, cesaretlik hanım kızları. Hammalarga rahmet, teşekkür deyman. Ey azizlar, analar jığlamasın, balalar yetim bolmasın, ana til horlanmasın, tarixdan öçmesin, ana tilda sözleyli, ana tilda yazayli, ana tilda ahu zarimizni dunyoga taratayli. Ta ki bizning ahu zarimiz palak yetganga qadar. Ko'p rahmat, hammalar omon bo'lasizlar. Aydatlanın izidin almay durup Saz üçün sancarni almay durup Armandım emelge aşmay durup